Mana hozir bir qo'lda ochish noqulay bo'lgani uchun sumkadan chiqarib oldim. Mana shunaqangi sumkada aloe vera yostiqlarimiz, yangi rasvetkalari keldi. Plyonkalar juda mustahkam, ochilib ketmaydi uncha-munchaga. Dazmollari ham, rasvetkalari ham juda ham chiroyli. Va bularni endi ochamiz. Bularni plyonkasini ochsanglar, havo tegishi bilan mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib ishadi. Aloe vera yostig'imiz bor edi o'zi. Juda ham mashhur, juda ham ko'pchilikka yoqadigan va uni yangi rasvetkalar yetib keldi. Ochamiz. Yashil va go'ld ranglari. Ko'rib turibsizlar. Hozir vakuum holatida mana pachoq. Va buni mana hozir kesdik. Endi ochamiz. Havo ko'rishni qarayman. Bu hozir 20 minut joylashadi. Hali joylashgani yo'q. Shunda u yoq bu yoqlarni tekshirib o'tirishdi. 20 minut joylashgandan keyin juda ham sifatli darajada keladi. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa bagati, yumshoq, kачественный yostiqlarimiz bemalol zakaz qilishingiz yoki kelib do'kondan olib ketishingiz mumkin.